Erkak kishiga pul beryapsizmi? Bu video siz uchun. Videoni oxirigacha ko'ring va men nega erkaklar ayollardan pul olish kerak emasligi haqida aytib o'taman. Pul qonuniga ko'ra va borliq qonunlariga ko'ra ayollar energiya beradi va bu energiyani erkak kishi olib pulga aylantirib ayolga beradi. Borliq qonunlarni buzgan holda ba'zida ayollar erkakdan ustunligini ko'rsatmoqchi bo'lgan holda yoki erkakni sevgisiga erishmoqchi bo'lgan holda erkaklarga yordam berish uchun pul berishni boshlaydilar va erkaklar ham ayollardan pul talab qiladilar ba'zida. Mana shunday holatda borliq qonunlari buziladi va erkak kishini ishlari yurishmaslikni boshlaydi. Erkak kishi 24 soatlab ishlasa ham ayoldan pul olganligi uchun uni ishlari yurishmaydi va orqaga ketadi. Nafaqat erkakni o'zi, balkim 7 ta avlodi erkaklari bitta erkakni ayoldan pul olganligi uchun javob beradi. Ya'ni 7 ta avloddagi erkaklarda ish yurishmaslik holati bo'lishi mumkin agar birinchi ayol norozi bo'lgan bo'lsa pul berganiga. Shuning uchun ham agar erkaklarda ishlar yurishmayib turgan bo'lsa, ayoldan pul olishni to'xtatish kerak. Agar ayolni turmush o'rtog'ini ishlar yurishmayib turgan bo'lsa, pul berishni to'xtatish kerak bo'ladi. Va shunda borliqdagi balans qonuni to'g'rilanib, erkakni ishlar yurishni boshlaydi va u rivojlanishni boshlaydi. Agar siz borliq qonunlari haqida o'rganmoqchi bo'lsangiz, oiladagi munosabat savollarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, Serobgarlik ongi deb nomlangan meni kursimga yozilishingiz mumkin. Bu kursda men butunlik erkak va ayolni qanday qilib pulda o'sish kerakligi haqida aytib o'tganman.